Qizim, menga qara, ish qilib, pandemiya paytida masofadan ta'lim olmaganmisan? Fanda jiddiy narsa yo'q. Qon tahlili o'tkazdingizmi? Butun Istanbulni oyoqqa turg'izingda, menga tez qon topib kelinglar. Ketdi qonim ketdi. Menga qara. Sen gap poylama. Bu shaxsiy. Shoshma. Internetga yozib ko'raychi. Shoshma, boshim aylanishi, ko'ngil aynishi o'limga olib keladi. Voy, o'limga olib keladi deyapti-ku. Kazimdada. Boshim aylanyapti, aniq o'laman. Shunday deb yozilgan-ku. La ilaha illalloh. Kazimdada nima qilyapsiz? Xudo xayringizni bersin. O'g'lim bu negadir menga oqmayotgandek tuyulyapti-da. Oqmaydi-da, albatta siqqaningiz bilan oqib qolmaydi-ku. Hadeb siqaversangiz tomirlaringiz yorilib ketadi. Nimalar deyapsan? Shunaqangi jahlim chiqdi. Qizim yugurdim, uchib kelib Ronaldoga o'xshab bitta kalla qo'ydim. Asfaltga yopishib qoldi. Kamida 70-80 tacha odam bor edi. Bitta odamni 10 martalab urganingiz uchun sizga ko'proq tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik edilar, to'g'ri?